इस्लामी दुनिया की वसीओ अरीज इल्मी दुनिया में Islom dunyosining beqiyos ilmiy merosida shunday ulug' nomlar borki, ular asrlar va madaniyatlar chegarasini oshib o'tadi. Bugun biz tarixiy Samarqandning muqaddas zaminidamiz. Bu yerda islom olamining eng buyuk muhaddislaridan biri, yuksak ma'naviy va ilmiy siymo Imom Buxoriy hazratlari abadiy orom topgan. Men ayni paytda Imom Buxoriy yodgorlik majmuasida turibman. Bu yerda butun umrini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislarini to'plash, ularni haqqoniyligini tekshirish va kelajak avlodlar uchun ishonchli holda saqlab qolishga bag'ishlangan buyuk zotning muqaddas qabri joylashgan. 9-asr boshlarida go'zal Buxoro shahrida tavallud topgan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy yoshligidanoq favqulodda xotirasi va ilmga bo'lgan beqiyos chanqoqligi bilan ajralib turgan. O'sha davrda hadislar islom olamining turli hududlarida og'zaki rivoyatlar tarzida tarqalgan edi. Shu bois u Arabiston sahrolaridan tortib Misr, Shom va Iroqning yirik ilm markazlarigacha uzoq va mashaqqatli safarlarni amalga oshirdi. Uning yagona maqsadi haqiqiy hadislarni soxtalaridan ajratib, kelajak avlodlarga payg'ambarimiz sunnatining eng ishonchli manbasini qoldirish edi. Yaqinda qayta ta'mirlanib, yanada ulug'vor qiyofa kasb etgan ushbu yodgorlik majmuasiga kirgan har bir kishi uning noyob me'moriy yechimiga mahliyo bo'ladi. Bu ma'naviyat maskanining markazida Imom Buxoriy hazratlarining muhtasham maqbarasi joylashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak hadislariga bo'lgan muhabbat musulmon xalqlarini birlashtirib turuvchi eng mustahkam rishtalardan biridir. Ana shu muhabbatning eng ulug' ramzlaridan biri ham aynan shu muqaddas ziyoratgohdir. Imom Buxoriy hayotlari davomida 600 mingdan ortiq hadisni jamlagan. Favqulodda xotirasi va chuqur tahlil qobiliyati tufayli har bir roviyni hayoti, axloqi, xotirasi hamda bir-biri bilan uchrashmaganini sinchiklab o'rgangan. Natijada u millionlab rivoyatlar orasidan eng ishonchlilarini tanlab, insoniyatga bebaho meros Sahih Buxoriy asarini taqdim etgan. Bu kitob Qur'oni Karimdan keyingi eng ishonchli manba sifatida e'tirof etiladi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Imom Buxoriy har bir hadisni kitobga keltirishdan avval g'usl qilib, tahorat olar, 2 rakat nafl namozi o'qib, Alloh taolodan hidoyat va qabul so'rar edilar. Imom Buxoriy hazratlarining muborak jasadlari asrlar avval tuproqqa qo'yilgan bo'lsa-da, ularning ilmiy merosi bugun ham butun dunyoda barhayotdir. Qayerda ular jamlagan hadislar o'qilsa, o'rganilsa va amal qilinsa, o'sha yerda Imom Buxoriyning ma'naviy merosi yashamoqda. Men Dishan, O'zbekistondan Discover Pakistan telekanalini kuzatishda davom eting. This is Dishan signing off from Uzbekistan. Keep watching Discover Pakistan. मैं इस वक्त उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर ताशकent Ayni paytda men O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridaman. Bu yerda 1-xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi bo'lib o'tmoqda. Islom sivilizatsiyasi, ilm, tinchlik va ma'rifat yo'li mavzusida tashkil etilgan mazkur nufuzli xalqaro forum turli mamlakatlardan tashrif buyurgan taniqli ulamolar, tadqiqotchilar, ziyolilar, ta'lim sohasi vakillari, arxeologlar hamda madaniy meros mutaxassislarini bir maydonga jamladi. Forumning asosiy maqsadi islom sivilizatsiyasining ilmiy va madaniy merosni keng targ'ib etish, tinchlik, o'zaro hurmat va dinlar aro va madaniyatlar aro muloqotni mustahkamlash, yosh avlodni ekstremizm emas, balki ilm, tadqiqot va bag'rikenglik ruhida tarbiyalash hamda umumiy islomiy merosni asrash yo'lida xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirishdan iborat. 5 kunlik forum Toshkent, Samarqand, Termiz shaharlarida o'tkazilmoqda. Uning doirasida ilmiy yig'ilishlar, konferensiyalar, ko'rgazmalar, tarixiy obidalarga ilmiy safarlar hamda turli madaniy tadbirlar tashkil etilmoqda. Ularda islom me'morchiligi, ilm-fan taraqqiyoti va buyuk musulmon ulamolarining insoniyat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi keng muhokama qilinmoqda. Bu forum nafaqat islom sivilizatsiyasining shonli o'tmishiga yuksak ehtirom ifodasi, balki tinchlik, bag'rikenglik va ma'rifatga asoslangan umumiy kelajakni barpo etishga qaratilgan muhim xalqaro tashabbus hamdir. Men Dishan, O'zbekistondan Discover Pakistan telekanalini kuzatishda davom eting. Keep watching Discover Pakistan.
इस वक्त मौजूद हैं हम इस्लामिक सिविलाइजेशन सेंटर के अंदर। Hozir biz Toshkent shahrida joylashgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida turibmiz. Bu maskanning ulug'vorligi va go'zalligi meni chin ma'noda hayratga soldi. Chunki bu yerda bir tom ostida O'zbekistonning ko'p asrlik tarixi, madaniyati, buyuk olimlari, muhaddislari, imomlari va shayxlari haqida boy ma'lumotlar jamlangan. Ekspozitsiyalarda ularning qo'lyozmalari, asarlari va bizgacha yetib kelgan noyob tarixiy merosi namoyish etilgan. Bu yerda kirgan inson go'yo o'tmishga sayohat qiladi. Ayniqsa Temuriylar davriga oid meros va yodgorliklar juda ta'sirli tarzda taqdim etilgan. Meni yana bir jihat hayratga soldi. Bu yerda eng so'nggi raqamli texnologiyalar keng qo'llanilgan. Sun'iy intellekt, interaktiv ekranlar va multimedia yechimlari ekspozitsiyalarni yanada jonli va qiziqarli qilgan. Markazda Xiva, Samarqand va Buxoro kabi tarixiy shaharlarning maketlari va namunalari yaratilgan. Ular orqali so'nggi 4, 5 va 7 asr davomida yashab ijod qilgan buyuk olimlar hamda islom ulamolarining aynan O'zbekiston zamini bilan chambarchas bog'liq ekani yorqin namoyon etilgan. Bu yerda Hazrat Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davriga mansub mashhur Usmon musafi ham namoyish etilgan. Shuningdek, devorlar, gumbazlar va ichki bezaklardagi nafis naqshlar hamda zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshirilgan yuksak darajadagi kashtakorlik har qanday tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Bugungi kunda Pokiston, Yevropa, Amerika va dunyoning turli mamlakatlaridan kelayotgan sayyohlar ushbu noyob maskanni ko'rish uchun O'zbekistonga tashrif buyurmoqdalar. So'nggi 2 oy mobaynida Islom sivilizatsiyasi markaziga qariyb 700-800 ming nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurayotgani ushbu markazning xalqaro miqyosda katta qiziqish uyg'otayotganidan dalolat beradi. 2 माह के अंदर यहाँ पे कमो बेश 7 से 8 लाख जो हैं वो फॉरेन टूरिस्ट वो इस्लामिक सिविलाइजेशन सेंटर कर चुके हैं। I'm in the Islamic Civilization Center. Men Germaniyadan kelganman va chin dildan aytishim mumkinki, me'morchiligi insonni hayratga soladi. Bu yerda nafaqat O'zbekiston tarixi, balki islom sivilizatsiyasi tarixi ham juda chiroyli tarzda namoyon etilgan. Pokistondan kelgan ko'plab mehmonlar bilan ham uchrashdim. Ularning barchasi bir ovozdan har bir inson uni ziyorat qilish kerakligini ta'kidlashdi. And you should definitely come here and visit it. Ayni paytda men Toshkent shahridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida turibman. Bu yerda mamlakatning qadimgi tarixi va madaniyatidan tortib zamonaviy taraqqiyot bosqichigacha bo'lgan barcha jarayonlar juda ta'sirchan tarzda namoyish etilgan. Turli noyob eksponatlar, tarixiy yodgorliklar va asarlarni ko'rish orqali ushbu yurtning boy o'tmishi bilan yaqindan tanishdik. Shuningdek, markazning muqaddas xonasida Qur'oni Karim tilovatida ishtirok etdik. Bu qalbimga chuqur ta'sir qildi. O'zbekiston qanchalik boy tarix va madaniy merosga ega ekanini yana bir bor his etdim. Markazimizga har kuni o'rtacha 5000 nafar mehmon tashrif buyuradi. Shu hisobda 3 oy davomida qariyb 500 ming nafar tashrif buyuruvchini qabul qildik. Ular orasida xorijlik sayyohlar soni ham tobora ortib bormoqda. Ayniqsa Pokistondan keluvchi mehmonlar har kuni tashrif buyurishmoqda. Biz ularga O'zbekiston tarixi, islom sivilizatsiyasi, ajdodlarimizning tibbiyot, ilm-fan va boshqa sohalardagi beqiyos yutuqlari hamda insoniyat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida batafsil ma'lumot beramiz. And share a work they had done during their life. Today I'm here in the Islamic Civilization Center in Uzbekistan. Bugun men O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazidaman va bu yerda ekanimdan juda xursandman. Bu maskanda yurar ekanman, o'zimni islomiy merosim, tarixim va bolaligimdan tanish bo'lgan qadriyatlar bilan yanada yaqinlashgandek his qildim. Bu yerda arab tilidagi manbalar va yozuvlar ham juda ko'p. Ona tilim arab tili bo'lgani uchun bu men uchun yanada alohida ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan Pokiston xalqiga samimiy mehrim va ehtiromimni izhor etaman. So a lot of love, Pakistan.